ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy amaliy tibbiyot markazi Qashqadaryo filiali qabul bo'limida bizga murojaat etgan bemorlarimizni biz o'z vaqtida chuqur tekshiruvlardan o'tkazib, ularga har bir bemor uchun individual davolash rejasini tuzgan holda bemorlarimizni sariq, qizil, yashil yo'laklar orqali bo'limlarga yuboramiz hamda yo'naltiramiz. Har bir bemor uchun davlat standarti protokollari asosida davolash rejasi hamda tekshiruv usullaridan o'tkazamiz. Bizning jamoamiz bilan maqsadimiz bemorlarimizga sifatli, yuqori malakali tibbiy xizmat ko'rsatishdan iboratdir.